Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov yoki ustama qachon 4,5 ming so'mgacha oshadi? Bu hammaga tegishlimi? Kimlar oladi? Kimlar kutib qolmasligi kerak va eng muhimi, pul tushmasa nima qilish kerak? Bu mavzu har bir oilaga aloqador. Chunki deyarli har birimizning uyimizda yoki qarindoshlarimiz orasida yoshi ulug' ota-onamiz, buyimiz, bobomiz bor. Ko'pchilik 7-25 yoshdan oshganlarga 12 ming so'm berilar ekan. Hamma pensionerga avtomatik tushar ekan. Pensiyaga qo'shilib ketar ekan degan gaplarni eshitib, aniq javob izlayapti. Bugun men buni oddiy tilda hujjat tartib, amaliy holat va real misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato sababli odam bir necha oy pulni ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib bo'lsa, ko'p odamning haqi joyiga tushadi. Men avval eng asosiy narsani aytaman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar bo'yicha gap ketayotganda odamlar ko'pincha 3 xil to'lovni aralashtirib yuboradi. Birinchisi asosiy pensiya, ikkinchisi pensiyaga qo'shiladigan ustama yoki qo'shimcha to'lov, uchinchisi ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki mahalla orqali ajratiladigan yordam. Mana shu uchalasi bir narsa emas. Asosiy pensiya odamning ish staji, ish haqi, pensiya turi va pensiya hisob-kitobiga qarab belgilanadi. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. 75 yoshga to'lgani bilan asosiy pensiyaning butun hisob-kitobi qaytadan o'zgarib ketmaydi. Lekin ayrim toifalarga qo'shimcha ustamalar bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala, ya'ni 75 yoshdan oshganlarga qo'shimcha summa masalasi. Odamlar 2 ming so'mgacha oshadi deganda ko'pincha shuni nazarda tutadi. Lekin bu yerda gacha degan so'zga e'tibor berish kerak. 4,5 ming so'mgacha degani har bir odamga aynan 4,5 ming so'm naqd qo'shib beriladi degani emas. Bu summa tartibga, toifaga belgilangan me'yorlarga, pensiya turiga va rasmiy qarorga bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchi masala, mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali beriladigan yordamlar. Ayrim yoshi katta odamlar yolg'iz yashaydi, parvarishga muhtoj bo'ladi. Farzandlari chetda bo'ladi yoki daromadi yetarli bo'lmaydi. Bunday holatda ijtimoiy yordam masalasi alohida ko'riladi. Bu pensiyaga avtomatik qo'shiladigan ustama emas, balki murojaat, o'rganish va qaror asosida beriladigan yordam bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p beriladigan savolga o'tamiz. Bu summa qachon 4,5 ming so'mgacha oshadi? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Bunday oshirish faqat rasmiy hujjat, ya'ni prezident farmoni, hukumat qarori yoki vakolatli organ e'lon qilgan tartib asosida kuchga kiradi. Odatda bunday hujjatda 3 ta narsa aniq yoziladi. Qaysi sanadan boshlab kimlarga, qancha miqdorda. Agar sanasi 1 yanvar deb ko'rsatilgan bo'lsa, 1 yanvardan hisoblanadi. Agar 1 aprel deb ko'rsatilgan bo'lsa, 1 apreldan. Agar byudjet imkoniyatidan kelib chiqib bosqichma-bosqich deyilsa, demak bu hamma uchun bir kunda tushadi degani emas. Shuning uchun men har doim aytaman, qo'shni aytdi, Telegramda yozishdi, bank xodimi shunday dedi degan gap bilan xulosa qilmaslik kerak. Pensiya puli haqida faqat pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, moliya va iqtisodiyot organlari yoki rasmiy davlat manbalaridagi ma'lumotga tayanish kerak. Asosiy qismdek kim bilishi kerak, kim xavotir olsin, kim esa kutib o'tirmasin. Endi kimlar bu masalani diqqat bilan kuzatishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda 75 yoshga to'lgan yoki yaqin oylar ichida 75 yoshga to'ladigan pensionerlar. Masalan, otaxon 1929 yilning noyabr oyida tug'ilgan bo'lsa, u 2024 yil noyabr oyida 75 yoshga to'lgan bo'ladi. Agar tegishli ustama yoshi bo'yicha belgilanadigan bo'lsa, huquq odatda yoshga to'lgan oydan yoki keyingi oydan boshlab ko'rib chiqiladi. Bu aniq tartibda qanday yozilganiga bog'liq. Ikkinchi guruh allaqachon 75 yoshdan oshgan. Lekin pensiyasida hech qanday qo'shimcha o'zgarish ko'rmayotgan odamlar. Masalan, bo'yingiz 8 yoshda har oy 20 million 2,50 ming so'm pensiya oladi. Siz eshityapsiz? 75 yoshdan oshganlarga 4,50 ming so'mgacha qo'shilar ekan. Lekin kartaga hali ham o'sha 20 million 2,50 ming so'm tushyapti. Bunday vaziyatda birinchi savol, bo'yingiz qaysi turdagi pensiya oladi? Ikkinchi savol, u qo'shimcha to'lovga kiradigan toifagami? Uchinchi savol, uning ma'lumotlar tizimida to'g'rimi? To'rtinchi savol, rasmiy oshish sanasi allaqachon kuchga kirdimi yoki hali faqat loyiha, xabar, muhokama darajasidami? Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan.
parvarishga muhtoj, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Bu toifada qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda 7-5 yoshdan oshgan hammaning kartasiga dirtib 7000 so'm tushadi degani emas. Masalan, 7-6 yoshli onaxon farzandi bilan yashaydi. Pensiyasi bor, uy-joy sharoiti normal. Boshqa tomonda 2 yoshli otaxon yolg'iz yashaydi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Dori-darmonga ko'p xarajat qiladi. Qarovchisi yo'q. Ijtimoiy himoya nuqtai nazardan bu ikki holat bir xil bog'lanmasligi mumkin. 4-guruh pensiya miqdori juda kam bo'lgan yoshi katta insonlar. Ba'zan inson mening pensiyam kichik. Demak, menga 120 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin kam pensiya alohida 75 yoshdan oshganlik alohida mezon bo'lishi mumkin. Agar qonunchilikda eng kam pensiya miqdori oshsa, bu boshqa masala. Agar 70 yoshdan oshganlarga ustama belgilansa, bu boshqa masala. Agar muhtojlik asosida yordam berilsa, bu yana boshqa masala. Real misol keltiraman. Birinchi holat, 76 yoshli pensioner ayol 1 million 5 ming so'm pensiya oladi. U farzandlari bilan yashaydi. Nogironligi yo'q. Parvarishga muhtojligi bo'yicha alohida hujjati yo'q. Agar rasmiy tartibda faqat muayyan toifadagi 7-5 yoshdan oshganlarga qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa, bu ayol ham avtomatik oladi deb aytib bo'lmaydi. Uning huquqi alohida tekshiriladi. Ikkinchi holat, 79 yoshli otaxon yolg'iz yashaydi, mahalla ro'yxatida ijtimoiy yordamga muhtoj sifatida turadi. Pensiyasi 9000 so'm atrofida. Doimiy do'riladi. Bunday vaziyatda farzandlari yoki qo'shnilari ustama tushmadimi deb kutib o'tirmasdan mahalla, ijtimoiy xodim va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Chunki bu yerda nafaqat pensiya ustamasi, balki boshqa ijtimoiy yordam turlari ham ko'rib chiqilishi mumkin. 3-holat 75 yoshga to'lgan pensioner. Masalan, inson 2025 yil 10 mart kuni 75 yoshga to'ldi. U mart oyidayoq pulim oshishi kerak deb o'ylaydi. Amalda ko'p hollarda o'zgarish keyingi to'lov davridan ko'rinadi. Chunki pensiya hisoblash, ro'yxatni yangilash, tizimda tug'ilgan sana va shaxsiy ma'lumotlarni moslashtirish uchun vaqt ketadi. Agar aprel oyida ham o'zgarish bo'lmasa, unda murojaat qilish kerak. 4-holat, odam 1 yoshdan oshgan, lekin pasport yoki ID kartadagi tug'ilgan sana bilan pensiya hujjatlaridagi sana mos kelmaydi. Masalan, eski hujjatda 1909 yil yozilgan, yangi ID kartada 1909 yil. Bunday farq bitta yil bo'lsa ham tizim avtomatik ustama chiqarishda to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta insonlarning hujjatlari tekshirilishi juda muhim. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning ota-onangiz 75 yoshga hali to'lmagan bo'lsa, masalan 72 yoki 73 yoshda bo'lsa, aynan 75 yosh bo'yicha ustamani hozirdan talab qilib bo'lmaydi. Lekin ular boshqa asoslar bo'yicha yordamga haqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalani aralashtirmaslik kerak. Yana bir holat, agar rasmiy qarorda 75 yoshdan oshgan falon toifadagi pensionerlar deb yozilgan bo'lsa, demak hamma pensioner emas, aynan o'sha toifa muhim bo'ladi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat 4 ming so'mgacha iborasi. Ko'pchilik aynan shu iborani noto'g'ri tushunadi. Gacha degani maksimal chegara bo'lishi mumkin. Masalan, dani maksimal chegara bo'lishi mumkin. Boshqasiga 300 ming, yana biriga 4 ming so'mgacha yordam berilishi mumkin. Yoki bu summa bazaviy hisoblash miqdori pensiya turidagi koeffitsient. Qo'shimcha ustama va boshqa to'lovlar bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Demak, har bir odamning holati alohida qaraladi. Ikkinchi nozik jihat pulning qachondan hisoblanishi. Agar rasmiy hujjatda sanasi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, to'lov o'sha sanadan boshlanadi. Lekin siz kech murojaat qilsangiz, hamma holatda ham bir necha yil orqaga qaytarib beriladi deb o'ylamang. Ayrim to'lovlarda murojaat qilingan kundan, ayrimlarda huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlarda esa qaror chiqqan oydan boshlab to'lanadi. Mana shu sababli men doim aytaman. Kutmang, ertaroq aniqlashtiring. 3-nozik jihat bank kartasi va naqd pul masalasi. Ba'zi pensionerlar pensiyani bank kartasida oladi. Ba'zilari pochta orqali oladi. Agar qo'shimcha to'lov pensiyaga qo'shib berilsa, u odatda o'sha pensiya yo'li bilan keladi. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisobida muammo bo'lsa, odam menga pul berilmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisoblangan, lekin to'lov yetib bormagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ham ma'lumot olish kerak. 4-nozik jihat, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Pensioner Toshkentda farzandi bilan yashaydi, lekin doimiy ro'yxati viloyatda bo'lishi mumkin. Pensiya hujjatlari eski yashash joyida yuritilishi mumkin.
Bunday holatda murojaat qaysi bo'limga qilinadi? Hujjatlar qayerda turibdi? Ijtimoiy xodim qaysi mahalladan keladi? Degan savollar paydo bo'ladi. Agar ma'lumotlar bir joyda emas, tarqoq bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 5-nozik jihat yolg'iz pensioner tushunchasi. Odam men yolg'izman deydi. Chunki farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda. Lekin hujjat bo'yicha uning uyida boshqa odam ro'yxatda turishi mumkin. Masalan, nabirasi ro'yxatda, lekin amalda yashamaydi. Yoki farzandi ro'yxatda, lekin Rossiyada ishlaydi. Ijtimoiy yordam masalasida bunday holatlar alohida o'rganiladi. Shuning uchun faqat og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Mahalla dalolatnomasi, ijtimoiy xodim xulosasi, uy sharoitini o'rganish natijasi kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik shart pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy pensiya yoki boshqa maxsus pensiya turlari bo'yicha ustama tartibi farq qilishi mumkin. Masalan, oddiy fuqarolik pensiyasini pensiya jamg'armasi yuritadi. Ayrim maxsus pensiyalar esa boshqa idoralar orqali rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan mantiq har doim ishlamaydi. Qo'shningizning pensiya turi, yoshi, maqomi, hujjati, imtiyozi boshqa bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zan pensionerning pensiyasidan aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan summa yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha pul hisoblangan bo'lsa ham, umumiy tushgan summa kutilgandan kam ko'rinishi mumkin. Bu holatda bankdan ko'chirma. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasi olish kerak. 8-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. 75 yoshdan oshganlarga 4,000 so'm chiqarib beraman. Pasportingizni yuboring, karta raqamingizni bering. SMSS kodini ayting deganlarga mutlaqo ishonmang. Hech bir davlat organi sizdan telefon orqali SMSS kod so'ramaydi. Hech kim sizning nomingizdan pul chiqarib berish uchun karta paroli, bank ilovasi kodi, plastik karta orqasidagi raqamlarni so'ramasligi kerak. Pensionerlar ishonuvchan bo'lgani uchun firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanadi. 9-nozik jihat rasmiy xabar bilan amaliy to'lov orasidagi vaqt. Ba'zan qaror e'lon qilinadi, lekin to'lov tizimi yangilanishi, ro'yxatlar shakllanishi, byudjet mablag'i ajratilishi, dasturlar sozlanishi uchun bir oz vaqt ketadi. Bu odatiy jarayon, lekin bu vaqt juda cho'zilib ketsa, albatta yozma murojaat qilish kerak. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, men quyidagi qadamlarni tavsiya qilaman. 1-qadam. Pensionerning hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash joyi bo'yicha ro'yxat ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa, TIEK yoki tegishli tibbiy hujjatlar. Yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalla ma'lumotnomasi tayyor tursin. Eng muhim narsa tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi? Ism, familiyada xato yo'qmi? JSHSH raqami to'g'rimi? Shularni tekshiring. 2-qadam. Pensiya miqdori bo'yicha aniq ma'lumot oling. Har oy taxminan shuncha tushadi deyish yetarli emas. Bank ilovasidan yoki bankdan oxirgi 306 oylik ko'chirmani oling. Agar pochta orqali olsa. To'lov qaydnomasidagi summalarni yozib boring. Chunki murojaat qilganda qachondan beri o'zgarmayapti degan savol beriladi. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Faloncha falon yil tug'ilgan, hozir 75 yoshdan oshgan pensioner. 5 yoshdan oshgan pensionerlar uchun belgilangan qo'shimcha to'lov yoki ustamaga huquqi bor yo'qligini tekshirib berishingizni agar huquqi bo'lsa. Qaysi sanadan va qancha miqdorda hisoblanishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday yozma murojaat juda muhim. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi. 4-qadam. Agar pensioner parvarishga muhtoj, yolg'iz yoki daromadi yetarli bo'lmasa, faqat pensiya jamg'armasi bilan cheklanib qolmang. Mahalladagi ijtimoiy xodimga, mahalla raisiga, ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qiling. Uy sharoiti o'rganilishi, ehtiyojmandlik darajasi baholanishi, dori-darmon, oziq-ovqat, parvarish yoki boshqa yordam masalalari ko'rib chiqilishi mumkin. Yoshi katta insonlar ko'pincha uyalib murojaat qilmaydi. Lekin bu yordam sadaqa emas. Qonuniy ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdir. 5-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, tuman bo'limi sizga tegishli emas dedi. Unda sababini yozma ravishda so'rang. Qaysi norma asosida rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi toifaga kirmaydi? Shundan keyin viloyat boshqarmasiga
yoki vakolatli organning ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Agar sizda yozma javob bo'lmasa, keyingi bosqichda masalani isbotlash qiyinlashadi. 6-qadam hujjat topshirganda nusxa olib qo'ling. Ko'p odam shu joyda xato qiladi, ariza beradi, lekin arizaning nusxasini olmaydi. Keyin men murojaat qilganman deydi, lekin isbot yo'q. Arizaga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat bo'lsa, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapni ham imkon qadar yozib boring. Qaysi kuni, kim bilan gaplashdingiz, nima dedi? 7-qadam pensionerning bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Karta bloklanmaganmi? Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Lekin ishonchnoma rasmiy bo'lishi kerak. Begona odamga karta va PIN kodni berish juda xavfli. 8-qadam har oy pensiya tushgan sanani va summani yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 1200 ming so'm, fevral 1200 ming so'm, mart 1200 ming so'm, aprel 1220 ming so'm. Shunda oshganmi? Qachondan oshgan, qancha farq bor, hammasi ko'rinadi. Bu juda oddiy, lekin amaliy jihatdan eng foydali usul. 9-qadam internetdagi xabarni tekshirmasdan qaror qilmang. Rasmiy kanal bo'lmasa xabarni tarqatmang. Ayniqsa bugun ro'yxatdan o'tsangiz dartib yexir ming olasiz degan havolalar bo'lsa, bosmang. Davlat to'lovlari uchun shubhali saytlarga karta ma'lumotlarini kiritish kerak emas. Endi men tomoshabinlar uchun eng ko'p uchraydigan savollarga qisqa emas, aniq javob berib ketaman. Savol: 75 yoshga to'lgan hamma pensioner 4 ming so'm oladimi? Javob: buni faqat rasmiy tartib belgilaydi. Agar hujjatda hamma 75 yoshdan oshgan pensionerlar deyilsa, unda hamma kirishi mumkin. Agar ma'lum toifa deyilsa, faqat o'sha toifa kiradi. Shuning uchun pensiya turi va holat tekshiriladi. Savol: pul avtomatik tushadimi? Javob: ayrim ustamalar avtomatik hisoblanishi mumkin, chunki tug'ilgan sana tizimda bor. Lekin hujjatlarda xato bo'lsa, pensiya ishi eski ma'lumotda bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa yoki toifa qo'shimcha tasdiq talab qilsa, murojaat zarur bo'ladi. Savol: agar bir necha oy tushmagan bo'lsa, keyin qaytarib beriladimi? Javob: bu to'lov turiga bog'liq. Huquq paydo bo'lgan sana, murojaat sanasi va qaror sanasi muhim. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Qancha tez yozma murojaat qilsangiz, shuncha yaxshi. Savol: nogironligi bo'lgan pensionerga alohida qo'shiladimi? Javob: nogironlik bo'yicha alohida imtiyozlar va ustamalar bo'lishi mumkin. Lekin 75 yosh ustamasi bilan nogironlik ustamasi bir xil narsa emas. Ikkalasi bir-biriga ta'sir qiladimi yoki birga to'lanadimi? Bu amaldagi tartibga qarab aniqlanadi. Savol: farzandlari bor pensionerlar ola olmaydimi? Javob: agar bu pensiya ustamasi bo'lsa, farzand bor yo'qligi ahamiyat qilmasligi mumkin. Agar bu muhtojlik asosidagi ijtimoiy yordam bo'lsa, oilaviy holat, yashash sharoiti, daromad va parvarish masalasi o'rganiladi. Shu sababli har bir holat alohida. Demak, asosiy xulosa shuki, 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun ayda ming so'mgacha oshirish masalasida eng muhim narsa rasmiy sana, aniq toifa va hujjatlarning to'g'riligidir. Bu xabarni hamma oladi deb ham, hech kim olmaydi deb ham noto'g'ri talqin qilmaslik kerak. Har bir pensionerning yoshi, pensiya turi, ijtimoiy holati, hujjatlari va to'lov tartibi alohida tekshiriladi. Agar uyingizda 75 yoshdan oshgan inson bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Oxirgi pensiya tushumlarini tekshiring. Zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi va mahalladagi ijtimoiy xodimga yozma murojaat qiling. Eng katta xato bu kutib o'tirish va faqat mish-mishlarga ishonish. Sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bormi? Pensiyada o'sish bo'ldimi yoki hali ham o'zgarish yo'qmi? Izohlarda yoshingiz. Viloyatingiz va vaziyatingizni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yoshi ulug' ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir qonuniy pulni olishiga sabab bo'lishi mumkin.